Agar shu ishni qilsangiz, gay xodimi sizga nisbatan joyida jarima yoza olmaydi. Qanday qilib deysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Jumladan, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 245-moddasida agar huquqbuzar o'ziga nisbatan qo'yilayotgan huquqbuzarlik faktini inkor etsa, ya'ni tan olmasa, ushbu ishlar sudyalar tomonidan ko'rib chiqilishi belgilangan. Misol uchun, gay xodimi sizni telefonda gaplashib kelganlikda asossiz ravishda ayblab, jarima yozaman dedi va o'zi tomonidan tuzilayotgan ma'muriy bayonnomaga imzo chekishingizni so'radi. Agar ushbu holatda siz ma'muriy bayonnomaga imzo chekmasdan, ya'ni faktni tan olmasdan imzo qo'ymasangiz, ushbu holatda gay xodimi sizga nisbatan umuman jarima yoza olmaydi va kamida 2 nafar xolis ishtirokida dalolatnoma tuzib, tegishli isbotlovchi holatlarni ilova qilib, sudga ariza bilan murojaat qilishga majbur bo'ladi. Agar gay xodimining dalillari sudda yetarli bo'lmasa, ushbu ma'muriy ish sud tomonidan tugatilishiga sabab bo'ladi. Shunga o'xshash qonunchilikdagi nozik joylarni o'rganib borish maqsadida hoziroq sahifamga obuna bo'ling.